Assalomu alaykum aka-ukalar. Xudo xolasa mana Qarshida labomiz. Esinglarda bo'lsa ushbu laboni kelgan holatini, borti bilan turgan holatini qo'ygandim. Xudo xolasa mana ramalarini usulini qilib bo'ldik. Почти deyarli tayyor holatda. Faqat endi shu kraskaga tayyorlanyapti hozir. E'tibor beringlar, mana har bittasi svertit qilib ochib, ushbu bo'shliq hammasi to'ldirilgan. Mana buni orasi 7 sm bo'ladi. Mana bunaqasiga 6 sm. Mana shu boshidan boshlangan to shu oxirigacha mana mashtgacha ochib, ichlari to'ldirilgan. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, esinglarda bo'lsa, mana shu tomonidan yorilib ketgan edi. Akamiz Kamazzo oldi podushkasini shu resorning ustiga qo'ygan ekanlar. Xudo xolasa biz kuzatishda davom etinglar. Kraskalangandan keyin holatlarini ham va orqa bortini ustanovka qilganimizdan keyingi holatlarini ko'rsatib o'taman. Kimga shunaqa rama usulini tent xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran pastda nomer qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar joylashgan. Bemalol aloqa chiqinglar, ishinglarni tez va sifatli, eng muhimi ko'nglingizdan joy oladigan qilib bitirib beramiz. Obzorimiz yoqqan bo'lsa like bosib, podpishka qilishinglarni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.